إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kunda hammalarning qilgan yaxshi amallarini, ibodatlarini o'z dargohida qabul qilsin. Duolarini ijobat qilsin. Alloh taolo hammalarga salomatchilik va xotirjamlik ato qilsin. Bugun biz Allohning izni bilan İnfitar suresinin 1. ayetinden 8. ayetigacha bo'lgan 8 ayeti kerimenin tafsirini qisqacha bayon qilamiz. Estaizu billah. İzas sema'un fatarat. Vaktiki asman yerilsa, kıyamet bulduğun vaktida Allah Teala'nın bu dünyanı ahirlaştırış vakti kelgen vaktida üstümüzdeki bu müstehkem asman milyon yıllardan beri şundak müstehkem turgan asman yerilip paramparça bulup şundak yerildi. Yani bu asmanın deki narsalarının ki ay, gün ve yıldız başka narsalarının sistemleri, hareket sistemleri bozuldu bütünley. Bu hazırki halette tamamen bozuldu. Ve izel kevâkibun teserat ve yıldızlar tökülgen, yıldızlar her tarafka çeçilgan vaktida. Yani asman yerilgandekin, asman parçalanıp paramparça bo'lgandan bu asmandaki yıldızlar mı her tarafga çeçilip her tarafga düşüp munda bulab ketadi. Çünkü hazırki halatda bu yıldızlarını hammana birbiriga bağlab turdi Allah Teala. Hammasininki o'zining mangdigan yo'li var, o'zining harakat qildigan liniyasi var. Şu liniyada, şu yolda hareket kıldı. Birbiriga düşüp ketiş, birbiriga tegib ketiş deydigan narsa bo'lmaydi. Hammasi shundoq inchika insonning aqli yetmaydigan shaklda Alloh taolo shuncha ko'p yulduzlarni birbiriga shunday tegib ketmay, shunday harakat qiladigan sistem yaratgan. Ve bu yıldızlar düşüp ketmey, hiçbir yerge bağlılık emas, hiçbir yerge esirlik emas, şundak halatdı mı, bir yerge düşüp ketmeydiğen, şundak tutup durdu Allah Teala. Hem de kıyamet bulduğun çağda bu sistemler
Allah Teala hammasini o'zgartirdi. Osmonni yerib parchalaydi ve bu asmanda biz üstümüzde ko'rgan yulduzlar o bir-biriga tutuşup turadigan, bir-biriga tegib ketmaslik uchun bog'lab turadigan sistemlar hammasi bekor qilinadi. Shuning bilan hammasi o'zining turgan joylaridan to'kilib ketadi, har tarafga parchalanib, har tarafga chechilib ketadi. Ve izal biharu fuccirat ve o vaqtida denizler hammasi qaynab, hammasi shundoq partlab su birlashib bir deniz holatiga keladi. Bugungi holatida dunyodagi denizlarning o'rtasida to'salg'i bor. Denizlar bir-biriga qo'shilib ketmaydi. O çağda Allah Teala yerini qattiq titretidi. Nati qattiq titresh orqali bu yerdagi o tağlar, o igiz basish narsa qolmaydi. Hamma narsa parchalanib, hamma narsa yo'q bo'ldi. Shu jarayonda denizning suvlari qaynab, teshib chiqib, o denizning bir-birini o'rtasini to'sab turgan to'salg'ularni Allah Teala yo'qotib, şunun bilan bu denizler hammasi bir deniz, bir ko'lga o'xshash bir holatga keladi deydi. Bu oyatning yeni bir ma'nosi shundoq qattiq yer tevrab, bu su denizning suvlari qaynab, shundoq partlab qilish orqali hammasi hovlab yo'qoladi. Deniz dunyodan su butunlay yo'qolib, dünyadaki su yok, quruq bir holatga keladi degan bo'ladi. Bu ma'nosimi bor. Va izal quburu bu'sirat, ana shunday holat bo'lgan chaqda bu osmonlar yerilib, yulduzlar to'kilib, denizlar hammasi qaynab bir-biriga qo'shilib, suvlari tugab, mushundaq bo'lgandan keyin bu dunyo tugidi. Dünyanın sistemi bozuldu. Hazırki halat bütünlay bozuldu. Bu dünyanın nimesi hayatı tugidi. Ondan keyin Allah Teala İsrafil aleyhisselam'a buyuruydu. İsrafil aleyhisselam surg'ib turgan vaqtida va izal quburu bu'sirat ve kabirler hammasi astı üstüge çıkıdı. Yani bu'sirat degan qabrninki to'pilari tigi astı üstüge shundoq qalaymiqan bo'ladi degan gap. Ya'ni qabrlar yerilib, astidagi to'pillar ustidagi astiga bo'lib, o qabrning astindagi necha ming yildan tortib ashada yotgan o'liklar hammasi terilib yer yüzüge çıkıdı. Allah Teala'nın aldığı berip hesap veriş için mahşerde toplanış için şu dünyanın her tarafında yerinin astıda kalan ölüklerinin üstünden bu kabirler yer yerilip şu yerin astındaki ölükler terilip hepsi kopap yerin yüzüge çıkıdı. Alimat nafsum ma qaddamat ve akharat. Ana şu çağda, şu kıyamet bo'lganda insanlar kabirlerinden terilip, yeniden hayatga kelip, kabirden çıkıp Allah'ın huzuruna toplangan vaqtida alimat bilido her bir nefs, her bir canlıgisi, her bir kişi ma qaddamat ve akharat ve özününki burun kılgan ve keyin kılgan işlerinin hemmini biladi. Bu yerdeki ma qaddamat ve akharatning manası da tafsir alimleri ilgiri kılgan, keyin kılgan işlerini biladi degan manası mı var ve özü hayat vaktida kılgan işlerini
ve ölgenden keyin arkaga kaldırgan işlerini biladi degan. Yani özü hayat vaqtida qandaq ishlarni qilgan, yaxshi ishlarni qilganmi, yomon ishlarni qilganmi va o'lgandan keyinmi hamda o'zi u yo'lda mangadigan yaxshi bir yo'lni paydo qilib qo'yganmi, o'zi o'lgandan keyin bola vaqisi, urug' tuqqanlari, undan boshqa kishilar u kishininki paydo qilib qo'ygan bu yaxshi yo'lda mangib shunda bo'ldimi yoki bir yomon bir yo'lni paydo qilib yomon bir ishni paydo qilib qo'yib bu dunyodan ketdimi, boshqalar uningki yo'lida mangib yomonlik qildimi, bu ahvolini hammani biladi. Yani kıyamet günü bütün insanlar hammani okuyalaydigan, hammani esleyalaydigan, bu dünyadaki okşaş unutup kaldıgan iş yok, unutkan narsalarını hammani çoğun küçük, hammani esleyalaydigan buludu. Hamma kılgan işini yaxşılık olsun, yamanlık olsun, hammani bilidu. Bu aşı terilip kopkandan keyin umumi bir şekilde biliş. Keyin hesap kitap bo'lgan chaqda uni tafsiliy shaklda cho'ng kichik, oshkora, maxfiy hamma narsa oldiga keladi. Mana mushundaq kun bor. Bu hozirgi bu dunyo bu shaklda davom qilmaydi. Buningki muddati va vaqti va Alloh taolo uni bekitgan. Shu vaqt kelgan chaqda mana shu oyatlarda bayon qilingandek bu sistem buzildi, dunyo buzildi, dunyodagi hayot tugaydi, undan keyin oxirat qiyomat boshlaydi. Qiyomatdagi hayot boshlagan chaqda shu dunyoga kelgan necha million, necha milliard insonlar terilib qopidi va bu dunyoda qilgan ishlarini hammani biladi. Yaxshi olsun, yomon bo'lsin. Ya eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Şu çağda şu insanlar terilip kopup hamma qilgan ishlarini o'ylab, hammani aslab, shunda turgan vaqtida Alloh taoladan shunda nido keldi bu insonlarga. Ya eyyuhal insan, ey insan, ma gharraka bi rabbikal karim, senin keremlik, merhametlik, Rabbinge asi bo'lashqa, onunga iman keltirmaslikka, onunga boyun tavliq qilishqa seni nima aldidi? Sen dünyada nimaga aldinib shundaq Rabbinge asilik qilding? Bu yerda Rabbing degan so'z seni yaratgan, tövendeki ayette bunu texinbek ochiq bayon qildi. Senin egang bo'lgan, sana rizq berib turgan, sana rahmeti bilan muomala qilib turgan, senin barliq hayotingni yetkazishga, hayotingni davom qildirishga kerak bo'lgan barliq ne'matlarni sana berib turgan, shundaq karamlik, shundaq marhamatlik, shundaq saxiy ne'mati mol shundaq Rabbinga asilik qilishqa, uningga qarshi chiqishqa, uningga itoat qilmaslikqa sana sabab bo'lgan, seni oldigan narsa nima? Bu yerdagi insondan maqsad tuvandagi oyatga nisbatan kafir inson, kafirlarga, Allohga iymon keltirmagan, Peygamberge iman keltirmeyen, kıyametki iman keltirmeyen, bu dünyada her türlü yaman işlerini, cinayetlerini, zulümlerini kılgan, bunda kafirga değildi bu gap deydi tefsir alimleri. Ellezî halakake fesevvâke fe'adalek. Halbuki senin Rabbin, o keremlik Rabbin seni yarattı. Sen özençekki bu dünyaya şunda yaratılıp kapkanmıdın? Seni şu Rabbin yarattı. Fesevvâke seninki bütün azalarını, barlık azalarını şunda
kelishgan, shundaq bejirim, shunda o'ziniki vazifasini ado qila oladigan, qandaq ishni qilay desang shuningga kelishadigan, nuqsonsiz, eksiksiz, kamchiliksiz, aybsiz shundaq chiroyli yaratdi. Fa'adalaka va seninki seni shunda chiroyli shaklda ahsani taqvim eng chiroyli shaklda yaratdi. Hech qanday yeringda bir kamchilik, bir qusur yo'q. Shunda yaratgan Rabbingga qandaqmi sen asi bo'lding? Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O Rabbin seni qaysi suratda yaratishni xohlasa, seni shu suratda yaratdi. O'zi xohlagan suratda, o'zi xohlagan shaklda yaratdi. Sen o'zingning bo'yangning egizligini yoki qisqa bo'lishini, chiroy shaklingning qandaq bo'lishini sen tanlay olmaysan. Sening qo'lingdan u ish kelmaydi. Allah Taala seni shundaq chiroyli suratda, shundaq chiroyli shaklda yaratdi. Endi bu insonni Allah Taala shundaq bir shaklda yaratganki, necha milyar inson, o'xshash inson bo'lishi bilan birga bir-biriga hargiz o'xshamaydi. Şuna insanlar özünün ata-anasını neçə milyon insanın içinden tanıyalaydı, ballarını tanıyalaydı, urug tuqqanlarını tanıyalaydı. Çünkü ularının oxşamaydığan şəkilləri var. Allah Taala öz kudreti bilen seni şundaq bicirim, şundaq həmmə işini qılalaydıgan, şundaq chiroyli şekilde yaratgan tursa, hayvanatga o'xshash 2 putluk, 4 putluk yerga do'ng'ib mangadigan qilmay, shunda qomatingni mo'tadil tik tutib mangadigan qilgan tursa, mushundaq ne'matlarni o'ylamasdan, mushundaq Allohning qudratlarini o'ylamasdan, men o'zim chakka bunda bo'lib qolmadim, meni mushundaq yaratgan bir zot bor demasdan, şu seni yaratgan, sana nimet verip tuğan Rabbinge sen asi oldun, sen onunla inkar kıldın, onunla iman keltirmedin, onun emrige boysunmudun. Bu şundak kılışka seni nime aldırdı, nimege aldınıp, nimenge işinip, bu şundak Allah'a, Rabbinge asilik kıldın deyip Allah Teala'dan kayış buludu bu insanlara kıyamet günü. Mana Allah Teala bu yerde bizge altımızda kilidgan şundak ağır ahvaldan haber berdi. Bu dünyanın bundak turmaydiganligini bir gün kelgende bu dünyanın insanın ömrü tügəndək bu dünyanın ömrünü tügəp yok bolduğanligini, kıyametninki başlaydiganligini, kıyamet bolğan çağda bütün insanların tirilip qopap Allah'ın huzurunda hesap berdiganligini, yaxşı yaman barliq işlerini özünün əslaydiganligini bizge haber verdi. Kıyamet günü Allah'ın aldıda bu şunda hicaletke Allah Teala seni Rabbinge asi oluşqa nime sebep oldu, nime aldı dediğin çağda Allah'ın aldığı hicil bulup kalmaslık için şu dünyadan Allah'a yaxşı ibadetlerini kılıp Allah Teala'nın buyruklarını icra kılıp Allah Teala'nın rahmetini tilab Allah Teala'ga tövbe qilib bizga fursat yaratib berib Allah Teala bizningki g'aflat ko'zimizni ochib uyqunglarni ichinglar sizlarning bu cheklik hayotingizda qilgan ishlaringlar oxiratdagi hayotinglar uchun sabab bo'ladi.
ahiretdeki hayatının yaxshi bo'lishi uchun shu dunyoda yaxshi ishlarni qilib olishinglar kerak. Bu dunyoda g'aflatda o'tib ketsanglar, oxiratda pushmon qilishlar, pushmon foyda bermaydi deb Alloh taolo bizga bu ahvollarni tunishtirib, bizni g'aflatdan uyg'otdi. Bizga kelgusida keladigan ahvollarni xabar berdi. Bular hammasi haqiqat. Bu Alloh taolo degandek bo'ladi. Shunga ishonib shu kunga tayyorlik qilishimiz kerak. Alloh taolo bizni shu dunyoda yaxshi amallarni qilib, Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilib, Allohning roziligiga erishishni nasib qilsin. Oxiratda Allohning rahmatiga erishib, jannatiga kirishni nasib qilsin. Alloh taolo bizning bu dunyodan o'tgan ota-onalarimizning, urug' tuqqanlarimizning gunohlarini mag'firat qilsin. Ularning joyini jannatda qilsin. Alloh taolo balavoqlarimizga insof, tavfiq, hidoyat ato qilsin. Alloh taolo hammalarga salomatchilik, xotirjamlik berib, shu dunyoda iymon bilan yashab, iymon bilan ketishni nasib qilsin. Amin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.